Musofirda ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda yana ish bor. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Video boshidan bir donagina videoga like shalka qilmaymizda like bosamiz. Kommentariyada otangga rahmat so'zini yozib, videoni mazza qilib oxirigacha tomosha qiling. Aynan bu ish siz uchun. Sizga yoqadi. Bezabiom smenasi 3900, почти 4000 rubl. Kuniga ishga chiqdingiz yoziladi. Yotoq, registratsiya borib kelish, forma, turda dogovor, uydimlini kompaniya hisobidan mutlaqo beriladi. Eng qizig'i va eng zo'ri, oyliga har hafta rashot, bir hafta ishingiz keyingi hafta qo'lingizda oylik. Mana bunaqa ish nima deyapti? Albatta videoga maksimal darajada like bosib, videoni Moskva, Moskovskiy oblastida ish qidirib yurgan akalarimizga tezda yuborib qo'yamiz. Demak, biz mana shu kayfiyatda yangi ishimizni boshladik. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka-opa singillarimiz hozir hammalarning xabaringlar bor. Registratsiya kvartirada yashaydiganlar uchun kerak emas. Lekin bizda ko'pchilik Obshitada yashagan uchun Obshitada yashaydiganlarga registratsiya qilish shart. Shuning uchun agar sizga ishonchli registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi Avaz akamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammasi ishonchli. Assalomu alaykum. Zuhurda Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 26-sentyabr 2025-yil. Bugun bizda ajoyib ish o'rinlari Moskovskiy oblastidan keldi. Bu Gorod Domodedovoda hamda Gorod Pushkinada skalatda ish bor. Skalatimizda nima ish bor deydiganlarga Bezabiom smenasi 3900 rubldan ishga borib kelasiz. 12 soat ish, 11 soat ish vaqti, 1 soat obed. Yotoq joy bilan ta'minlaydi, registratsiya qilib beradi, borib kelish, forma, turadigan udimlini haqiqatan ham kompaniya hisobidan mutlaqo bepul qilib beriladi. Ishga chiqqan kuningiz smenasiga 3900 dan yoziladi. Demak, bir oyda 20 kun ishga chiqsangiz yoki 30 kun ishga chiqsangiz, chiqqan kuningiz 3900 ga ko'paytirib, oyligingizni bilib olishingiz mumkin. Eng qizig'i, har hafta rashot qilinadi oyliklari. Bezabiom, undan tashqari bu skalatda komplektatsiya ishlarini amalga oshiradi. Tezda yordamida tovar, sortirovka, upakovka, razrabochiy hamma vakansiyalarimiz bor. 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan Moskovskiy oblasti qo'lida patenti bor, rus tilidan xabari bor erkak ayollar bemalol ekrandagi nomerlarimizga hoziroq aloqaga chiqib o'z joyingizni band qilib qo'yishingiz mumkin. Joylarimiz soni cheklangan, altiga 20 tadan 40 dona odam kerak. 20 ta mana bu bezabiomli joyga, abiomli ish so'raganlarga abiomli ishlari ham bor. Bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib, shunaqa Zuhriddin aytdi, abiomli ish ham bormi desanglar, abiomli ish ham tushuntiradi. Abiomli ishimiz kuniga 5000 rubldan 7000 rublgacha. Xohlaganlar telefon qilib o'zingizlar uchun abiomli ishni so'rab olsanglar bo'ladi. Yo'q, menga ko'pchilik bezabiom ish so'raganlar uchun, shuning uchun asosiy urg'uni bezabiom ishga berdim. Ya'ni smenasi 3900 rubl. Endi yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, ularni qo'shsanglar, bu menimcha kuniga 4500 rubldan bemalol aylanadi. Aynan Moskovskiy oblasti territoriyasida. Mana sizlarga ajoyib ish vakansiyasi. Har hafta maza qilib, soqqani olib, xohlang podrobotka qiling, bir hafta ishlab keting. Xohlang doimiy ishlab, har hafta oylikni olib maza qilib yuring. Mana shunaqa ishlar, mana shunaqa zo'r, aynan musofirlar uchun kerakli xushxabarlar aynan Zuhriddin Musofir kanalida chiqadi. Shuning uchun aynan bizni kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun iltimos maksimal darajada podpisatsiya tugmasini bosib, kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da zo'r ishlarni sizlar uchun chiqarishda davom etamiz. Kimda qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, to'liq lokatsiyalarni qayerdan olamiz Zuhriddin deganlarga, mana bu pastdagi raqamlarimizga promodan yoki WhatsAppdan hoziroq aloqaga chiqib, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Yana bir ma'lumot, bizda Instagram tarmog'i ham bor, Telegram ijtimoiy tarmog'i ham bor. Bemalol Telegramda Rossiyadagi noxush va xush xabarlarni birinchi bo'lib ko'rish uchun aynan Zuhriddin Musofir kanalining Telegram saytimizga obuna bo'lib olsanglar, kommentariyada birinchida ko'k yozuvda turibdi. Shunga bosib obuna bo'linglar va biz bilan har doim hamnafas yashanglar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Keyingi efirlarimizda ko'rishguncha xayr.